uyni chiroyli qilib qurdingiz, lekin devoringiz qiyshiq bo'lib qoldi hamda sho'rlayapti. Sho'rlash uchun devoringizni tekis qilish uchun mashina qilib turib rekada to'qib turib, rekani tepasidan termotravitga qildirib yuboradigan bo'lsa, suvda o'tkazmaydi hamda issiqda muzdakini qishda issiq qilib o'tirishga imkoniyatlarni beradi o'zi. Bularimiz do'stlar 52 yillik tashlagan, narxi keladigan bo'lsa, plus 55 ming so'm tayyor bo'ladi, kvadratini 100 ming so'mdan sotishyapti. Bular 2026-yilda yangi fasoni biz buni o'rganmoqchi bo'layotganlar uchun do'stlar mana shu ko'rib turgan barcha komplektlar narxi atiga $900 3 kun bilan bir haftada berib o'rganmoqchilik bo'lar ekan. Yoki bo'lsa bu variantga keladigan bo'lsa, do'stlar GPK'ni bepul o'rganishingiz mumkin. Buning uchun termopanel sotib oladigan bo'lsa, o'rganishni do'stlar narxini o'rganib qo'yishi, polni kelib ko'rishlar hamma yo'g'i narxi $900 dan boshlanib o'rganmoqchi bo'layotganlar uchun GPK'ni esa bonus qilib qo'shib berishadi. 7 xil qoliplar ichida bo'ladi do'stlar. Eng asosiysi do'stlar, O'zbekiston Luboy tochkasidan kelaverasizlar, farqi bor do'stlar, yeb ichish yo'qda hamma narsalar bor. Yoki bo'lsa buni o'zidan anday sotib olaman dedi bo'lsa, bulardan kvadrat metrga qarab sotib berishadi. Biz hozirgi kunda Namangan Qo'yaq qishlog'ida turibmiz, pastga aloqaga chiqib olasizlar.